Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. İnsanlarning ko'pinchisi rizqining yomg'irdak to'kilib turishini umid qiladi va rizq talab qilib duo qilishidi. Ammo rizq berilmaydi. Amaliyotda rizqning ijobat bo'ladigan nurg'un duolari bor. Ammo muhim bo'lgani biz o rizqning o'zimizga qachon keladiganligini bilolmaymiz. Bilib turganimizdek Alloh taolo bizga har doim rizq berib turyotidi. Alloh taolo buni bizga eslatib mundoq deydi: "Va fis samai rizqukum va ma tu'adun." Osmonda sizlarning rizqinglar bor va sizlarga va'da qilingan savob ham bor. Rizq berilmaslikni o'xshashi to'g'ri kelsa, bir kishining dehqonchilik maydonining ustini yepib qo'yganligiga o'xshatishga bo'ladi. Dal mushu yapqish sababli bu kishining ziroatiga yo'ruqliq va yomg'ir tushmaydi-da, uning ziroatlari bixlinib, usalmaydi, o'lib qoladi. Undaqda insonlarning rizqini to'sib qo'yayotgan yapqich zodi nima? Elbette insanın günahlarıdır. Undaqda bu yapqışını elib etishning çaresi yo'qmi? Elbette bor. Bu yapqışını elib etishning asosliq çaresi bo'lsa, istig'for aytish, tavba qilishdir. Undaqda istig'for aytish degan nima? Qandoq istig'for aytamiz? Istig'for degan Allohdan affu va mag'firat talab qilish. Istig'for degan arabchada mahbar degan kalimadan ilingan bo'lib, jangchining beshini qilishning zarbasidan saqlab turadigan narsa, ya'ni dubulg'ini ko'rsatadi. Dubulg'a jangchini himoya qilib, uni zaxmlanishdan saqlab qoladigan bo'lsa, istig'for aytish va mag'firat talab qilish insonga ikki foydani hosil qiladi. Birinchisi, qiyomat kunisi o kishiga ziyon elib kelmaydigan darajada gunohlari afv qilinadi. Yana biri bo'lsa, gunohlari maxfiy qoladi, oshkorlanmaydi. Ba'zi kishilarning gunohlari dunyoda kechirim qilinadi va dunyoda oshkor bo'ladi. Yana ba'zi kishilarning gunohlari bo'lsa, dunyoda oshkor bo'lmaydi. Ammo Alloh taolo bularning gunohlarini tavba qilib, mag'firat talab qilmoqchi afv qilmaydi. Agar siz Alloh taologa texmi kuchli shaklda istig'for aytmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib mushu ma'nolarni ko'nglingizga pukkan asosda Allohdan mag'firat talab qiling. Ikkinchi bo'lib istig'for lafzlarining eng chiroyligini tanlang. Chunki istig'for lafzlari nihoyatda ko'pdir. Albatta, bularning eng chiroyligi Qur'oni Karimda, hadis Rasulullohda kelganlardir. Masalan, Qur'oni Karimda kelgan istig'for lafzlarining qatoridan Robbana g'fir lana zunubana va kaffir anna sayyiatina va tawaffana ma'al abrar. Ey Allohim, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, yomonliklarimizni yo'qqa chiqargin, bizni yaxshilarning qatorida qabzruh qilgin degan lafzi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisida kelgan eng chiroyli lafzi bo'lsa, sayyidul istig'for deb atalgan istig'forning sayyidi, istig'forlarning xo'jisi bo'lsa, Allohumma anta robbi la ilaha illa ant, xalaqtani va ana abduk va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya va abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba illa ant. Ey Allohim, sen mening Robbimsan. Senden başka ilah yok. Sen meni yarattın. Men sening bandangman. Men sana bergen ahdam bilan va'damda kuchimning yetishcha ching turmoqdaman. Qilmishlarimning sharridan saqlanish uchun senden panohlik tilayman. Menga bergen ne'matlaringni e'tirof qilaman. Gunohlarimni iqror qilaman. Meni mag'firat qilgin. Chunki gunohlarni faqat senla mag'firat qilasan degan duo. Qandoq bir kishi atdiganda bu sayyidul istig'forni ishonch qilgan holatda chin ko'nglidan chiqirib turib desa va shu kuni vafot topsa jannatga kiradi. Agar kechlikda yana mushu sayyidul istig'forni ishonch qilgan holatda chin ko'nglidan chiqirib turib desa va shu kecha vafot topgan bo'lsa jannatga kiradi. Ramazon oyi ro'za tutish, qalblarimizni poklash va ibodatlarimizni texmi ko'paytiradigan 11 oyning sultonidir. Chunki Alloh taolo bu oyda ajr savobni hassalab beradi. Shunlashqa musulmon kishi bu oyda duo, zikr, tavba, istig'forlarni ko'plab qilish lozim. Hattoki yil bo'yi istig'for aytgan kishining martabasiga erishishga tirishishi to'limi zarur. Shunda qarindoshlar, istig'for aytishga hargiz misol qaramasligimiz kerak. Kunda faqat 2 qatim. Bu 2 qatimga 5 minutmi vaqt ketmasligi mumkin. Agar siz mushundaq davomlashtira olsangiz, balkim siz bilib bilmay hayotingizda yangi bir o'zgarishlar, yangi bir burilishlar yuz beradi. Hatto rizqingiz kundan kunga ziyoda bo'ladi. Chunki Alloh taolo istig'forning o'rnini nihoyat yuqori ko'targan va istig'for aytib turg'uvchilarni yaxshi ko'rdiganligini bayon qilgan. Alloh taolo bizlarni bu Ramazon oyida ko'plab istig'for aytuvchilarning qatoridan qilsin va istig'for aytishni kundulik odatimizga aylantirgan holatda Ramazondan chiqqan nasib qilsin. Kelgandir nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan osh oxiri, hammasi rahmat, Rahmonimiz rozi bo'lgan